Qara, erkak bilan ayol uchrashishdi, bitta oila qurishdi. Endi shu kundan boshlab bularni oilasi eng birinchi, eng muhimi bular uchun bo'ladi. Ayol o'zini oilasidan chiqib bu yoqqa turdi. Erkak kishi o'zini oilasidan chiqib bu yoqqa turdi. Endi muhim bularniki. Lekin ko'pincha erkak kishi o'zini ayolini mana bu oilaga olib keladi-da, o'zini oilasiga aralashib ketib qoladi mana shu joyda. Aslida mana bunaqa bo'lishi kerak. Bularni oilasi muhim. Bu degani bular ota-onasini yomon ko'radi, bularni o'rni yo'q degani emas. Bular hammasi alohida o'zini sistemasida. Bular alohida o'zini oilasi muhim, o'zini sistemasida. Agar bu joyda bo'lsa, bular bola pozitsiyasida yashayveradi. Agar mana bu joyda mani oilam birinchi o'rinda muhim desa, bularga kuchli minnatdorchilikda bo'versa, mana shu joyda baxtli farzandlar yaratiladi. Endi mana shu kundan boshlab bularni oilasi sistemasi bir butun bo'ladi. Agar siz ham oilangizda hammasi mana shu tarzda aralashib ketgan bo'lsa, siz mana shu narsalarni hammasini joy-joyiga qo'yishni xohlasangiz, men hayot asosiy qonunlari kursini 8-potokga start beryapman. Buning uchun siz videoni tagida bir qoldiring va meni yopiq kanalimga qo'shiling.